Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz bizni kuzatuvchilar. Mana bugun yana bir boquvchisini yo'qotgan xonadonga tashrif buyurdik. Bu yerda mana stajga qilish kerak ekan ayvonni. Hozir soat 5 akalarimiz tomonidan Alloh rozi bo'lsin. Mana yuvilgan qum to'kildi. Yana hozir ukamizga Shopir ukamizga murojaat qildik. Yana bir mashina zasipga kerak ekan. Mana bir mashina zasipga to'kib qo'yibdi. Xudo xolasa yana bir mashina zasipga kelsa sementlarimiz tayyor. Ishni boshlaymiz birodarlar. Barcha ehson qilgan saxovat pesha insonlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz hamqishloqlar. Kun davomida barchangizga ko'tarinki kayfiyat tilaymiz. Birodarlar, mana hozir beva ayolimizga boquvchisini yo'qotgan xonadonga do'konchilarimiz tomonidan ehson bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin ehson qilganlardan. Ikromjon Toshbek, Akramjon Fozilov, qolaversa sentrda qassobxona oldida do'konimiz, Boburjondan ehson bo'ldi. Bularni ikki dunyosiga hujjat bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin ehson qilgan. Ilohim hammamiz mana shunaqa yaxshiliklarda bardavom bo'laylik. Birdan bir jon bo'lsak, Xudo xolasa, alhamdulillah. Bizda qiynalgan nochor oilalar qolmaydi birodarlar. Ularda Alloh sizdan bizdan so'raydi ertaga, albatta qiyomatda ajrini, mukofotini o'zi ziyoda qilib beradi. Kelinglar, yanada mana shunaqangi ehsonlarda, mana shu xayrli ishlarda birdan bir jon bo'laylik. Ehson qilganlardan Allohim o'zi rozi bo'lsin, ikki dunyolariga hujjat bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, avvalo barchamizdan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Yaxshi kunlarda birdan bir jon bo'lishini Alloh o'zi nasib ro'za eylasin. Mana akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana shunaqangi stajkalar bo'libdi, qarang, chiroyligini. Mana shunchalik xizmat qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Mana zasipga shag'allar ehson qilgan akalarimizdan Xudo Allohning o'zi rozi bo'lsin. Barchangizdan Xudo rozi bo'lsin birodarlar, ehson qilganlardan. Ikki dunyolaringga hujjat bo'lsin. Mana yaxshi, mana bugun yaxshi kunlarda Sayyidul Ayyom juma kunida qilingan ehsonlarni Allohim o'zi dargohida qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, mana shu 529 lavoni egasidan ham Xudo Alloh o'zi rozi bo'lsin. Doim nimaki xayrli ishlarda o'zi xayrixoh bo'lib, o'z xohishi bilan xizmat qilib turibdi. Ukamiz ikki dunyosiga hujjat bo'lsin. Allohim oilasi, bola chaqalari bilan Alloh qudrati bilan Allohim baxtli, saodatli hayot